Mana bu kotel. Qarshidan zakaz qilganmiz, olib kelganmiz. Mana bu pechka ichi. Alovi yonib turibdi. Ichkarida past qilib qo'yganmiz. Baland qilsalar hamma yerni qo'l batareyalarni jinja qilib tashlaydi. Qarshidan zakaz qilgan pechka bu. Mana bu tomondan. Qarshilik akalarimizga kattakon rahmat, ishlariga omad. Mana shu pechkani zakaz qildik. O'zimiz aytganda yasab berdilar. Kattakon rahmat. Mana shu pechkani qo'ydik. 100 kvadrat joyni isitib beradi. Kotel. Даже 120 kvadrat joyni ham isitib beradi. Mana o'zimiz qo'ydik. Ustasi o'zimiz. Mana bu tomoni batareyadan keladigan suv, motorcha bu. Sanabqa qilganmiz bu yerga. Bu boyagi joyga ketadi bu mana talish. Bu yerda stralni bor. Bu stralni ham o'zim qo'yib berdim sanabqa qilib. Royal bakni ham o'zim sanabqa qilganman. Qarchi bu yerda hamma ishni o'zim qilganman-da. Mana baki. Hammasi shu yerda. Mana bu hammom ichidan kelgan. Bunday o'tkazib kovlab uyning ichiga olib kirganmiz. Mana bu vodoprovoddan o'tkazgan suvimiz edi. Bu yerdan ana bu yergacha chiqqan joylar edi mana. Bu tomondan kirgan. Mana o'z uyning ichini ko'rsatamiz. Mana bu uyning ichi. Shu yerdan kelgan. Boyaga hammom ichi edi. Mana bu birinchi batareya mana. O'sha issiq bo'lgan. 15-20 gradusgacha o'sha issiq qilib qo'yibmiz. Hozir havo issiq payti. Turbalarni pastdan o'tkazganmiz, chunki devorlari aboy bo'lgan. Buni ham aboyni o'zim qilganman. Bu ikkinchisi batareya. Bu uyning remontini ham o'zim qilganman, polnisda mana. Polnisda remontini o'zim qilganman. Qarchi ustasi o'zimizdan hammasi. Malarkasi ham, elektrikini ham. Tak, bu ikkinchi batareya. Bunday kelgan. Bu tomonga kelgan. Bu yerdan keyin bu uyga o'tgan batareya. Bu uchinchisi. Uchinchi batareya, bunisi to'rtinchisi. Bu yerdan narigi uyga ketgan. Bu mana bu uy ichkaridan bu tomonga o'tgan. Bunday o'tkazib bu tomonga o'tkazganmiz. Bunday kelib mana bu batareya ham o'sha issiq bu ham. Bu 5-batareya bu. Bunday o'tkazib bu tomonga o'tkazib ketganmiz. Bu uyning ham remontini o'zim qilganman. Buni ham mana birdan ko'rsatay. Batareya. Bak, mana bu uy. Bunday o'tib kelgan. Yo'q. Nasiga kelgan mana bu 6-batareya bu. 6-batareya bu. Tomonga oshxonasiga ketgan. Bu uyni ham remontini o'zim qilganman. Mana
polnista remontini o'zim qilib. Mebellarni hay ustalar yasagan, hay o'rnatishga yordam berganman oz-moz. Ya, televizorni ham o'zim o'rnatganman. Ularni ham. Tak, bu tomon oshxona. Bu 6-batareya, o'zi oshxonaga ketamiz. Mana bu oshxona. Oshxona tomondan mana bu ham o'zi issiq bo'lgan bu batareya ham 15-20 gradusgacha o'zi issiqlik qo'yganmiz. Mana shu 7-batareya oshxonasi oxirgisi. Bu oshxona ham remontini o'zimiz qilganmiz, patologlarni ham, hammasini ham, televizorni ham o'rnatgan, boshqa narsalarni ham hammasini qarovchi. Tak, bu oshxonadan o'tganda bunday kelgan truba, bundan xastaga bunday o'tib, bu tomonga kelgan. Bu tomondan obratni bunday ketgan hammomga. Bu o'sha tomonga ketgan. Endi u yoq darshisini yana ko'rsatamiz, ichkarisini. Hammomning ichkarisi mana. Boyagi joylar. Motor ko'rsatgan joyimiz mana. Bu hammom mana. Kotel. Mayli, hay. Hamma ko'rganlarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaning ishiga omad. Ishini barakasini bersin, rivojini bersin. Hammaga kattakon rahmat. Sog' salomat yuringlar.